Assalomu alaykum, Mercedes Sprinter kanal obunachilari. Bugun bizda Mercedes qo'sh balon sotiladi. Videoning davomini ko'ringlar, ma'lumotni aytib o'tamiz. Akalar, yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan, yurib turgan mashina sotilyapti. Mashinaning kamchiligi yo'q, minishga tayyor mashina. Mashina qo'sh balon. Zadniy mos 410 Mercedes, oldin o'zi qo'sh balon bo'lgan. Kesib tayyorlangan mashina, dokumentlari joyida, dokumenti yuk, bortli, tankli, gazga ruxsati bor. Motori 601 motor. Motorda rasxoti yo'q deyapti. Uzunligiga keladigan bo'lsak, uzunligi 360, eni 210. Qiziqqanlar akamizning nomerini pastga qoldirib ketamiz. Bog'lanib, kelishib olsalaring bo'ladi. Salon qismlari, mashina ishlab turgan mashina. Bozorga tayyorlanmagan mashina, olib tayyor minib sezonda ishlasalar bo'laveradi. Mashinaning xullas kamchiligi yo'q deyapti. 6 ta balonni o'rtdi deyapti. Uka faqat o'zimni ishim uchun minib yurgan mashina uka deb shunaqa deyapti. Mashina ikkita belida gaz baloni bor ekan akalar. Qiziqqanlar telefon qilib kelishtirib olsalaring bo'ladi. Pulini 5,5 mingdan ozgina barakasiga o'tib beraman deb turdilar. 4800 baho qilishibdi, bermabdilar. Mashina bemalol 4 tonna bemalol yuk bossalaring bo'laveradi, qiynalmasdan olaveradi deyapti. Mashinaning rasxoti yo'q, moslari o'ziniki. Pul topar mashina. Mashinaning rasxoti yo'q. Bemalol olib ishlasalaring bo'laveradi. Ruli gidravlika emas, mexanika ekan. Mashina shu bitta asfalt qo'rsalaring bo'ldi ekan, krassiyasini. Salon qismi ham yaxshi ekan. Shu robotchi mashina akalar. Qiziqqanlar shu telefon qilinglar, egasi bilan kelishib olsalaring bo'laveradi. Xohlagan dokumenti bo'ladi, xohlasa generalniy, xohlasa oformleniga yuraveramiz uka turibdi. Telefonlashib, gaplashib, ma'lumotini so'rab egasidan borib ko'rishlaring mumkin. Reklama tariqasida biz kimda sotadigan shunaqa mashinasi bo'lsa yoki sotib olmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimizga qo'yib ketamiz. E'lon joylash xizmatlari bor. Telegramga kirib, qidiruv bo'limiga Mers pastki chiziqcha Sprinter pastki chiziqcha bozor deb yozsalaring, birinchida chiqib keladi. Mers Gazel Ford yuk mashina bozori. Kirib mashinalarni ko'rishlaring mumkin. 1000 dan ortiq mashina sotuvda bor. E'lon joylash xizmatimiz ham mavjud. E'lon joylash pullik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar.